yer bo'ladi. Qancha dunyo kezdim, ko'nglim yorishmadi baribir. Mening yarim ko'nglim faqat shu vatanda to'ladi. O'zbeklarning bu dunyoga aytgan qo'rqadi. Jadidlarning yoqqancha ochgani yo'q hali. O'zbekiston xalqi qani sheringni qani men sevolsaydim o'sha mening jadidlarim singari. Sultonlikdan muhabbat, bo'stonlarim bor mening. Usmon Nasrdan qolgan ostolarim bor mening. Mahmud Jo'rabek mo'min, maktablarim bor mening. Mengacha yo'q degan jadidlarim bor mening. Yurtboshimizning yosharga aytgan gapini eslang, jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz. O'zbeklarning bu dunyoga aytgan gapi ko'p hali. Jadidlarning yaqinda bo'lishini yo'qadi. O'zbekiston xalqlari bugun O'zbekiston har tomonlama kuch qudratga ega, har tomonlama himoya qilinadi O'zbekiston o'zini. Haddini bo'lsin-chi, bu yurtni yomonlama. Bugun O'zbekiston so'zini aytoladi. Butun dunyo maydonida maqsad sari boradi. Sportda, ilm-fanda, har sohada bemalol. Butun dunyo maydonida raqobatlasha